Assalomu alaykum aziz opa-singillarim. Bugun sizlar bilan qin ajralmalari haqida gaplashamiz. Qin ajralmalari bizga keladigan eng ko'p savol, o'ylaymanki sizlarda ham bu savol bo'lgan. Qachon norma bo'ladi? Qachon doktorga borish kerak? Nima qilish kerak? Uy sharoitida qilsa bo'ladi. Shular haqida gapirib bermoqchiman. Albatta videoni oxirigacha ko'ring, sababi davolash bo'yicha tavsiyalarni eng oxirida berib o'taman. Hozir esa keling normadagi qin ajralmasi va patologik qin ajralmasini ajratishni o'rganamiz. Aslida normada ham qin ajralmasi bo'ladimi deb so'rashadi. Albatta qin ajralmasi normada to'g'ri quyoshdagi ayollarda bo'ladi. Gormonal aktiv holatingizda xuddiki har doim qizlarga aytaman, og'zingizdan so'lak bezlari so'lak ajratayotgandek qin sohasida o'ziga yarasha bezlar joylashgan va bu qinni namlab, zararli bakteriyalardan, zararli har xil ta'sirlardan himoya qilish uchun har doim o'zidan silish chiqarib turadi. Va lekin buni normasi bor, juda ham ko'payib ketishi kerak emas, juda ham kamayib qurib ketishi ham kerak emas. Hozir qachon qurib ketadi, qachon kamayib ko'payib ketadi, bular haqida ham aytib o'tmoqchiman. Demak, diqqat bilan eshitamiz qizlar. Normada taxminan 1 choy qoshiqqacha 3-5 ml-gacha sutka davomida qin ajralmasi kelib turishi bu norma hisoblanadi. Masalan, prokladkangizga o'sha taxminan 1 choy qoshiq miqdorida kun davomida keladigan bo'lsa, bu sizni aynan normal holatdaligingizni ko'rsatadi. Bu qachon ko'payadi? Aynan ovulyatsiya paytida sal ko'proq bo'lib qoladi. Ya'ni hayzingiz o'rtasida follikulamiz yorilib ovulyatsiya bo'ladigan paytda sal ko'payib shu 1 choy qoshiq atrofida yaqinlashadi. Boshqa paytda undan ham sal kamroq bo'lishligi mumkin. Quruq bo'lmaydi qizlar, to'g'ri quyoshda paytingizda, hayz ko'rib turgan paytingizda. Agar quruq bo'lishi qachon bo'ladi? Ko'pincha bu emizikli ayollarimizda bo'lishligi mumkin. Sababi ularda estrogen miqdori juda ham tushib ketadi, past bo'ladi. Ba'zida emizikli ayollarimizda ham shunaqangi qinda quruqlik holati kuzatiladi. Va bu sekin asta gormonal holatimiz tiklanib borishi bilan normaga kelib qoladi. Ba'zida homilador ayollarimiz bo'ladi, bularda ham qinda quruqlik bo'lishligi mumkin. Aslida homiladorlikda normaga nisbatan ko'proq siliz ajralishi ko'rilgan. Lekin vazda bo'lishligi mumkin, shunaqangi qinda quruq bo'lib qolish holatlari ham bo'ladi. Bu aytganimizdek gormonal holat bilan bog'liq qizlar. Endi normadan ko'payib ketishi yoki ranglar haqida aytib o'taylik. Qindagi ajralmalarning normadagi ranglari bor. Bular oppoq, shilimshiq, yaltiroq, oynasimon bo'lishligi mumkin. Bu normal holat, aynan ovulyatsiya paytida bo'ladigan qin ajralmasi. Bundan tashqari biroz oqchil yoki biroz sarg'ish bo'lishligi mumkin. Bu ham normal holat hisoblanadi. Gormonal holatingiz bilan bog'liq bo'ladi. Endi ranglar o'zgaradi. Qachon? Tvorksimon bo'lib, qaymoqga o'xshab, tvorkga o'xshab quyuqlashib ketadi yoki yashil bo'lib qoladi. Yoki ko'pikli bo'lib qoladi, yoki hidli bo'lib, baliq hidi kelib qoladi, yoki bo'lsam qanaqadir juda ham o'zingiz sezib qolasiz, doimgi hididan o'zgarib qoladi. Bu normal holat emas. Bu qanaqadir patogen bakteriyalar sonining ko'payib ketganligini belgisi. Demak, qizlar qin ajralmasining rangiga ahamiyat beramiz va miqdoriga ahamiyat beramiz. Aytilgan miqdordan juda ko'payib ketishi yoki hidlanib qolishi, rangini o'zgarib ketishi bu hammasi normal holat emas. Bular ginekolog ko'rigiga borish talab qiladigan holatlar. Lekin yana bitta holatimiz bor qizlar, qin ajralmalarimizda agarda qichishish bilan, achishish bilan, og'riq bilan bo'ladigan bo'lsa, bu ham vaspalionniy protsess, ya'ni yallig'lanish holati hisoblanadi. Yana klimaks holatidagi ayollarimiz ham bor, yoki klimaks oldida turgan ayollarimizda ham qin juda quruq bo'lib ketadi qizlar. Estrogen tushib ketganligi uchun qin juda quruqlashib ketadi va bu ayollarimizga biz hozirgi kunda preventiv yo'nalishda ayollarni ana shu fertillik yoshini uzaytiradigan, gormonal holatini uzoqroq vaqtgacha saqlab tursa bo'ladigan lecheniyalar bor. Bundan tashqari o'rin bosuvchi gormon terapiyalar bor. Ular bilan ayolimizda tuxumdonni yoshini uzoqroq ushlab qolishimiz mumkin. Hayz ko'rish qobiliyatini saqlab qolishimiz mumkin. Va qindagi quruqlik, ana shu bu nimaga olib keladi? Qin agar juda quruq bo'lsa, qinni shilliq qavati sekin asta yupqalashishni boshlaydi, atrofiya deb aytamiz. Xuddiki yoshimiz katta bo'lgan sari terilarimiz nimjon, yupqa bo'lib ketganidek, qin sohasidagi shilliq qavat ham yupqa mana shunaqangi holatga kelib qoladi. Bu ham aynan aytganimizdek estrogen bilan bog'liq. Agar biz ana shu o'rin bosuvchi gormon terapiyalar bilan yoki qanaqadir organizmni yoshartiruvchi nutritseptik yoki bo'lmasa boshqa bir yo'nalishlarda ayolimizga yordam beradigan bo'lsak, sog'lom turmush tarzi, umuman boshqa juda ko'p narsalar kompleks ishlaydi bu paytda. Mana shu holatda yordam beradigan bo'lsak, ayolimizda gormonal holat uzoqroq vaqt sog'lom holatda, yosh holatda saqlab qolinadi va ayolimizning nafaqat terining go'zalligi, balki bachadon, tuxumdon va qindagi namlikni, qinni yoshligini ushlab qolish imkoniyatiga ega bo'linadi.
Endi bularga nimalar qilsak bo'ladi? Давайте keling, qandagi выделение ajralmalarimizni nimalar qila olamiz? Birinchi o'rinda qizlar profilaktik yo'nalishda qo'yishingiz mumkin bo'lgan svechalarni aytib o'taman, lekin aytganimizdek mana qanda jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar bor va saprofit infeksiyalarimiz bor. Ya'ni biz bilan har doim yashaydi, obligat infeksiyalar deb aytiladi. Obligat shartli patogenlar bor. Bular ya'ni biz bilan yashaydi, lekin agar immunitet tushib ketgan bo'lsa, qanaqadir holatlar, vaziyat, sharoitlar ularning soni normadan juda ham ko'payib ketib qoladi va foydali bakteriyalar soni kamayib ketadi va bu ham qanda ajralmaga sababchi bo'ladi. Masalan, aytganimizdek, kandidaning soni kandida hammada bor, lekin miqdori juda ham ko'payib ketganda, soni oshib ketganda molochensiya, ya'ni kandidoz holati kelib chiqadi va natijada qanda tvorksimon, sutli ajralmalar, achishishlar, qitishishlar kabi holatlarga sababchi bo'lib qoladi. Agarda yoki masalan aytaylik, garnierioz bo'lsa, shunaqangi baliqni hidiga o'xshagan juda ham hidli ajralma kelishni boshlaydi. Garnerial o'z odamda yashaydi. Bundan tashqari ureoplazma degan infeksiyamiz bor. Bu ham insonlarda yashaydi, lekin sonini juda ham ko'payib ketishligi yoki ayrim bir holatlar bor. Mana shu holatlar kondilomkalarni hatto toshib ketishiga, ayoldagi umumiy sog'ligini yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun ham qizlar, agarda sizda aytgan bo'lardim, erinmasdan mazok topshirishingizni, ba'zida qizlar aytishadi, qaynonam bilan chiqolmayman, bolam kichkina chiqib keta olmayman yoki analiz topshirishga sharoitim yo'q, o'shani puliga svechka olib qo'yaman deyishadi-da. Bitta narsani tushunishingiz kerak, agar turmush o'rtog'ingiz chet davlatga borib ishlab kelgan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz yana bitta partnyori bor bo'lsa, albatta analiz topshirishingiz shart. Agarda sizda turmush o'rtog'ingiz har doim yoningizda, unga juda ham ishonasiz, endi bilmayman, qanaqadir shubhalanadigan faktorlar yo'q bo'lsa, mayli, mana shu hozir aytib o'taman, svechkalarni ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi yordam beradigan svechalar, masalan, biz anchadan beri ishlatamiz, Polijonak svechasi bor. Bittadan bir mahal qinga qo'yasiz, 5 kun, 7 kun, 10 kun davomida qo'ysangiz bo'ladi va bu agar yengil darajada shamollashlar bo'lsa, sizga yordam beradi. Metostil svechasi bor, bu ham juda ko'p yillardan beri ishlatiladi. Genomix svechasi bor, Avomix svechalari bor. Va bu svechkalardan yoki Geksikon yoki bo'lmasam nima desa bo'ladi, ya'ni betadin svechalar bor, bulardan foydalansangiz bo'ladi va bular qandagi aynan ana shunaqangi shartli patogenlarni, faqatgina ana shu sizdagi immunitet sal o'ynaganligi, qanaqadir sharoitlar sababli ko'payib ketgan infeksiyalarni kamaytirib, qandagi hidli выделение normaga olib kelib beradi. Lekin jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiya bo'lsa, sizda trixomoniaz bo'lsa, virus, odam papilloma virusini har xil onkogeniy tiplari bor. Mana shunaqangi onkologiyaga olib keladigan infeksiyalar bor. Tushuntiribroq aytadigan bo'lsak, mana shunaqangi holatlar bo'lsa, albatta qizlar, erinmanglar sog'ligingiz uchun. Siz sog'ligingiz hamma narsadan qimmat turadi. Aynan intim sohangiz juda ham qimmat turadi va uni sog'ligini yo'qotganingizdan keyin juda ham ko'p pul bilan ham orqaga qaytmaydigan holatlar bor. Shuning uchun albatta bir yilda bir marta shifokor nazorati, analiz topshirish, bachadon bo'ynidan onkocitologiya topshirish yoki pap test ko'rigidan o'tish, VPChni, odam papilloma virusini skrining tekshiruvi bor. Aynan sizga kerak bo'lgan onkologiyaga olib keladigan tiplarni tekshiradigan analizlarni bir yilda bir marta tekshiruvdan o'tkazib turinglar. Flora, aynan qon mikrobiomasini mazok oynachaga olinadigan eng arzon tekshiruvlar bor. Mana shulardan o'tib turishinglarni tavsiya qilaman qizlarjonlar. Endi agar savollaringiz bo'lsa, aynan qon ajralmalari bo'yicha kommentlarda yozib qoldirsanglar, biz sizlarga mana shunaqangi video ko'rinishda javoblab beramiz. Kommentariyada savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. So'rashadi qizlar, qayerda ishlaysiz, qanaqa. Mana shu video ostida ishxonamiz nomeri, call centerlarimiz nomerlarini qoldirib ketamiz. Bemalol bog'lanib kelsanglar bo'ladi. Biz sizlarga yordam berishga tayyormiz. Bizni Havo klinikamiz, ya'ni ayollar va bolalarga xizmat ko'rsatadigan klinika. Bu yerda juda ham tajribali endokrinologlar, pediatrlar, ginekologlar, uzist mutaxassislari, proktolog ayol shifokorlar bor va ular bilan o'z sog'ligingizga, muammolaringizga yechim topa olasiz. Agar ayol sog'ligi haqida ko'proq foydali ma'lumotlar, isbotli ma'lumotlarni bilishni istasangiz, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, videoni dugonalaringiz, yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmang.